o'zi kollagen ichib yurganimda ham shu narsani sezgan edim. Yuzimdagi qurishlar, umuman olganda quruqlikka moyilman-da. O'zi unaqa quruq inson emasman. Qo'lim ochiq saxiyman. Lekin terim quruvdi. O'shaning uchun yuzim qurib ketadi ba'zida. Shu endi ayollar biladi, molechkolar ishlatilinadi badanga. Ana shunaqalarni ham даже surmaganimda, shu kollagen ichib yurganimda yaxshi yuruvdim. Kollagenni endi baribir qanaqadir bir kichkina pauzalar bilan ichish kerak. O'shaning uchun men shunaqa maza qilib ichib shu kollagenni zo'r bo'lib yurganimga tez ichib qo'yimman. Yana zakaz berib, kollagenim tikib qoldi, menga bir anaqa chiqarib olasizmi desam, "Voy, o'sha ichib bo'ldingizmi?" deydi. Qarasam, 1,5 oy bo'lgan ekan. "Ha, ichib bo'ldim" desam, "Voy, vasha tez ichib bo'libsiz. Mayli, zo'r effekt bo'layotgan bo'lsa, agar xursandman, lekin ozgincha pauza qilganingiz yaxshiroq" dedi. O'sha pauzada shunaqa sog'inib ketdim kollagenimni, ayniqsa yuzlarim darrov